Hoy yo'ldosh aka, Nima deysan? bilasizmi, ozgina qornim ochqaganga o'xshayapti-da. Gap so'zga hojat yo'q, bolajonim, hozir hal qilamiz. Eng yaxshi, zo'r va foydali ovqatni tanlab olamiz. Yog'li fast food ovqatlar hech kerakmas. Bu meni onamning qon tomirlarimi? Ha kichkintoy, xuddi shunday. Sen doim zo'riga loyiqsan. Onang qoni bizning manbadir. Agar ko'zingga biroz xunuk ko'ringan narsa topsang, uni onangga qaytarib beradi. Hey, ona uchun ham biron yaxshi narsa qoldirasizlarmi? Axir u ham ovqatlanishi kerak. Shartnomamda aniq qilib yozib qo'yilgan. Faqat chaqaloqqa g'amxo'rlik qilib, onasini boqish eridi muammosi. Shunchalik ham xudbin bo'ladimi? Qani endi qorinni to'ydiraylik, bolakay, ola qol. Juda mazali ekan. Ajoyib. Albatta. Lekin endi pipi qilmasam bo'lmaydi. Xavotir olma. Hammasi